aka Escalade Sport Platinum buni bilasizlar. Juda katta akalarimiz yurishadi. Mana bu LED farasini qarang. Faralari ham juda katta. Wow, diskasini mazza qo'raman deb ko'rib. Qarang, diskalari ham juda idealniy diskalar. Mana shu diskasini o'ziga bitta 0 dan 10 gacha baho berib ketaverasizlar. Mundoq qilasizlar, eshikni o'zi ochib beradi. Moshlamizda uzungina monitor va o'zini отдельный monitor bo'ladi, pneu podveskaga va hamma narsani o'sha yerdan boshqarsiz bo'ladi. Multirul, polni panorama tom, alcantara, orqalarida monitor bo'ladi. Mazza qilib o'qib ketishingiz mumkin. Ikkitalab kapitanskiy sidin va orqasida detskiy sidin, naushniklari ham bor. Unda yoningizda yordamga xalaqam bermaysiz, naushniklarni qo'yib olasiz. Wow, lekin gapi orqasidan ham takoy bahaybat mashina. Buni bilgan biladi. Qaniki endi bu yerda ochiladigan joy manbimikan? Mana bu ekan ochiladigan joy. Hozir bildim, cho'ta logosida dedim-da, cho'ta mashetda ekanda. Endi hoji aka o'zingiz bilib ochaverasiz, detskiy sidin. Qarang, yoki mamnaqasiga oilaviy o'tirib olib, o'rtoqlaringizga dachaga chiqsangiz ketadi-yu. Bu mashinada bagajlari ham juda kengina. Stroychniga bu mashinamiz narxini $195 ming ga bosib olsangiz bo'ladi. Bosib oling.